siz uchun maxsus o'zingizni 24 soatlik shifokoringiz, undan tashqari medsestra, undan tashqari administratoringiz bo'lishini xohlaysizmi? Unda bu videoni oxirigacha ko'ring. Ketdik. Bu bizani hollimizdan boshlaymiz. Kirishimizni bu shunaqa hol. Bu bir kishilik katta statsionar palata hisoblanadi. Ko'ryapsizlar, bu bitta bemor uchun shunaqa hol mavjud. Undan tashqari, bu holdan tashqari bu yerda maxsus registratorimiz o'tiradilar. Mana bu yerda 24 ga 7 xizmat qilinadi. Undan tashqari budka kimdagina kalit bo'lsa, o'sha kalit bilan kiriladi. Misol uchun bemorni yaqinlari, o'zlarining shifokorlari bo'ldi. Boshqa hech kim ularni bezovta qilib kira olmaydi. Shunaqa do'stlarimiz ham bor. Bu palatamiz ichki qismi, bu kichkina hol, ya'ni aytib o'tamiz, bu kichkina hol. Bu yerda bemorlarni ухаживающийsi qolsa bo'ladi, o'tirib, bu yerda bemalol ishlarini qilsa bo'ladi. Undan tashqari yana bu yerda дополнительный mana bunaqa kravat bor. Mana ochiladi. Bemorimizni qarindoshlari bemalol ochib, bu yerda ham dam olsalar bo'ladi. Undan tashqari eng afzalli tarafi sanuzel deymiz. Hojatxonalari ikkalasiniki ham, bemorlarniki ham, qarindosh urug'larniki ham отдельно, bitta emas. Kelinglar ko'rsataman. Bu yoq tarafda bemor uchun hojatxona bor, narigi tarafda ухаживающий uchun hojatxona bor. Uni ham ichlarini ko'rsatamiz. Bu palatamizda bemorimiz operatsiyadan kelgan yoki lecheniyalardan kelgan yotadigan mana koykalari. Eng qizig'i menga bu klinikada yoqqan tarafi, hammada ham ko'rurmaysiz bunaqa narsani. Bu doska, qarang. Bemorga nima qilingani hammasi yozilib turadi. Hamma doktor yoki medstrasi bu yerga nimalar qilinyapti, qanaqa protsedura o'tkazilyapti, har kuni yozib tekshiradi. Kelib va baho beradi. Ko'ryapsizlar, mana bu yerda baholari ham bor. Buni bahoni bemorlar o'zi berar ekan. Undan tashqari mana ko'ryapsizlar, har bitta bemor uchun отдельный yangi tapichkalar va bemorlarimiz uchun yangi mana shunaqa ko'rdinglar, uniforma deymiz. Bemorimizning qarindosh urug'i uchun, bu ухаживающий uchun shunaqa sanuzel, narigi tarafda bemorimiz uchun sanuzel. Yana bitta afzalligidan bu yerda bemorimiz uchun отдельный lift. Bu lift faqat shu bemor VIP bemorimiz uchun ishlaydi. Undan tashqari bemorimiz uchun отдельный oshxonasi bor va yana plus tarafi, misol uchun u inson biznesmen bo'lsa-lar, bu yerda misol qarindoshlari, farzandlari bo'ladigan bo'lsa, bu yerda ular uchun отдельный xonalar ham mavjud. Kelib bunaqa xonalari ham bor. Bemalol konferensiyalar, misol uchun onlayn qanaqadir ishlar bo'lsa, bu yerda o'tkazsalar bo'ladi. Shunaqa xonalari ham bor. Hozir ko'rib chiqqan xonamizning sharoiti nech pulga arziydi va qaysi klinikada joylashgan, izohlarda, kommentariyada yozib qoldiring.